Assalomu alaykum. Siz hayvonlar siri kanalidasiz. Hozir biz sizga mushuklarning eng yaxshi ko'rgan narsalari haqida 12 ta fakt berib o'tamiz. Unda boshladik. Birinchisi, uxlash. Mushuklar kuniga 12-16 soatgacha uxlay oladi. Ular juda ko'p dam olishni yaxshi ko'radi. Ikkinchisi, issiq joylar. Quyosh tushadigan joylar, radiator yonlari yoki yumshoq ko'rpalar ular uchun ideal. Uchinchisi, o'yin o'ynash, ip, kichik to'p yoki lazer nuri bilan o'ynash mushuklar uchun juda qiziqarli. To'rtinchisi, tozalikka e'tibor. Mushuklar o'zlarini yalab tozalashni yaxshi ko'radi. Ular juda ozoda hayvonlar. Beshinchisi, yumshoq joylarda yotish. Yostiq, ko'rpa yoki egasining tizzasi eng sevimli joylardan. Oltinchisi, baland joylarga chiqish. Tokcha, shkaf yoki deraza tokchasiga chiqib atrofni kuzatishni yaxshi ko'rishadi. Yettinchisi, egasining e'tibori. Ko'pchilik mushuklar erkalanishni va silashni yaxshi ko'rishadi. 8-si, qiziq hidlarni tekshirish. Yangi narsalarni hidlab ko'rish ular uchun juda qiziqarli. 9-si, ov qilish instinkti. Hattoki uy mushuklari ham kichik narsalarni quvishni yaxshi ko'radi. 10-si, qutilar. Mushuklar karton qutilarga kirib o'tirishni juda yaxshi ko'rishadi. 11-si, tinch muhit. Juda baland shovqin mushuklarga yoqmaydi. Ular tinch joylarni afzal ko'radi. 12-si, mazali ovqat. Ayniqsa baliq yoki go'sht hidli ovqatlar ularni juda qiziqtiradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Aytgancha, biz 300 ta obunachi yig'ishimiz kerak. 300 taga oz qoldi. Shuning uchun hoziroq bizga obuna bo'ling. Kuzatuv uchun rahmat.